Bugungi keyingi darsimiz to be fe'li. To be fe'lida bizning kimligimiz, ismimiz, ya'ni necha yoshdaligimiz yoki kasbkorimiz, qayerdanligimiz va shunga o'xshash gaplarni yasashda ishlatiladi. Xo'p, bu gaplarni ingliz tilida sizda ilk qadam desa bo'ladi, chunki siz kattaroq gaplar, umuman olganda gap yasashda ingliz tilida birinchi qadam, ilk qadamingiz va sizning birinchi o'rganadigan fe'lingiz bo'ladi gap yasashda. Xo'p, bizda to be fe'limiz o'zi 3 ta to be fe'li mavjud. Birinchi to be fe'li bu am, ikkinchisi is va uchinchisi are. Am, is, are mana shu uchala biz o'rganishimiz kerak bo'lgan fe'l va mana shu uchala fe'lni ishlatish joyi bor. Biz oldingi darsimizda kishilik olmoshlarini o'rgangandik va mana shu kishilik olmoslarining har birini juftini shunday deb o'rganaylik. Har birini undan kishilik olmosdan keyin keladigan juftini o'rganamiz bugun. Xo'p, birinchi bizni kishilik olmoshimiz bor edi I, ya'ni men degani. Undan keyin bulardan qaysi biri bu to be fe'li, ya'ni biz gap yasashimiz kerak. Mana shu to be fe'llardan qaysi biri mana shu kishilik olmoslarimizga to'g'ri kelib gapda fe'l vazifasida gap shakllantiriladi. I'dan keyin am, to be fe'li am, keyin gapning davomi ketaveradi. Xuddi shuni I am deymiz, qisqartirishimiz mumkin. Hech qanaqa uni nima deydi, gapning mazmuni ham yoki shakli ham ozgina yozuvda o'zgarishi mumkin. Qolgan hech qanaqasida o'zgarmaydi va gapirishda ham yoki yozishda ham gap tuzatgan paytingizda agar mana shunaqa qisqartirma shakllarini ishlatsangiz, sizda hech qachon xato bo'lmaydi. Nabarot, sizda odamlarga xuddi mana shunaqa qisqartirmalardan foydalansangiz, odamlarda shunaqa bir fikr uyg'onadi. Ya'ni, mana bu ingliz tilida demand darajasi sal bo'lsa ham balandroqmi degan. Ya'ni bu amning mana bu to be fe'lining qisqartirmasi apostrof, ya'ni mana bu yerda tutuq belgisi bor, am. A harfi qolyapti-da, I'dan keyin I am ga o'zgarib ketyapti. Aytishda ham qanaydir bir nima deydi? Qisqaroq qilib aytyapmiz. I'm deb. Xo'p, ikkinchisi you kishilik olmoshi, ya'ni sen kishilik olmoshidan keyin biz are ishlatamiz. Are kishilik olmoshidan, you kishilik olmoshidan keyin are to be fe'li. Xo'p, hozir mana bu 3 ta men belgilab qo'yaman mana bu yerga. 3 ta he, she, it, 3 ta kishilik olmoshi, ya'ni 3-shaxs birlik olmoshlarini olib qo'yamiz, keyinroqqa qo'yamiz, chunki bularni o'rganish juda ham oson. Chunki tarjima qilayotganda ham uchalasi ham u deb tarjima qilinadi va mana shu are ni tugatib olamiz. We, ya'ni bizdan keyin ham are keladi. Yana bizda ikkinchi you bor edi. Siz, sen va siz degan, ya'ni o'zingizdan kattaroq odamga bo'lsa kontekst, ya'ni tekstni ichidan tarjima qilinib olinaveradi. Bunga ham are ishlatiladi va ze, ya'ni ularga ham are ishlataveriladi. Mana bizda you, we, zeda are ishlatiladi. Faqatgina I'da, menda am ishlatiladi va qolgan mana bu he, she, it, ya'ni 3-birlik shaxslarda esa is ishlatiladi. Is. Xo'p, birdaniga boshlaymiz. Are ning qisqartirma shakli xuddi shunday, boyagi apostrof, ya'ni tutuq belgisi. Your. He. Is ning qisqartirma shaklida he da qanday o'qiladi? His. She da she's. It da its.
qanday bir cho'zilibroq aytiladi. He's, she's, it's deb. Xo'p. Vida bo'lsa we're deb talaffuz qilinadi. We're deb qisqartirmada shunday. You'da your deb tarjima qilinadi. Aytiladi. Z'da esa their. Xuddi shunday. Bular mana shu am, is, are, to be fe'lining qisqartirmalari edi, xolos. Qisqartirmalari. Xohlasangiz uzun shaklda, xohlasangiz qisqartirma shaklida bemalol yozishingiz mumkin. Xo'p, to be fe'llar qaysi kishilik olmoshlarga, qaysi bir mana bu yerdagi 3 ta to be fe'limizda ishlatilishni bildik. Endi gapda davom ketadi. Gapda davomida I am odatiy har doimgi hamma biladigan nimani ishlatamiz gapda. I am a student deyishimiz mumkin. Men o'quvchiman. Mana bu yerda ishlatilganligini sababi oldingi darsda an article bor edi. Bir dona degan ma'noni anglatardi. Bunda siz men bir dona o'quvchiman deb tarjima qilishingizni keragi yo'q. Shunchaki gap yasayotgan paytda mazmunan, fikran, qandaydir grammatik bir shaklda siz bir kishimisiz artiklni ishlatishingiz kerak. Agar siz misol uchun we, they, you, sizlar, bizlar, ular deydigan kishilik olmoshlar yo'q. Ko'pchilik, umuman olganda ko'pchilik bo'lsa, mana bu gapda so'zda oxirida s, es, ies qo'shimchalarimiz bor-ku, ana o'shalarni ishlatiladi. Ishlatmaydi. Hozir bizda bitta men o'quvchiman. I am student. Men o'quvchiman degan gap hosil bo'ldi. Bu bitta katta gap hosil bo'ldi. Ikkinchisida you da ishlatiladi. You da gap yozamiz. Xo'p, you are uni ismini aytsakchi? Yo'q, uni kasbini aytamiz. You are yana u sen, chunki sen bittasan. You are a teacher. Teacher bu ustoz, o'qituvchi degani. Sen o'qituvchisan. Bu yerda har doimdek nimamiz bor, artiklimiz bor va bu yerda fe'limiz, gapni fe'li bor. Albatta, you're a student. You're a teacher. Mana gapirayotgan paytimda qisqartirmani ishlatdim. You're a teacher. Sen o'qituvchisan. Mana bu he, she, it da ishlatamiz. Xo'p, gap tuzamiz. He is, uni ismini aytamiz. He is Tom. U Tom. Uni ismini aytyapmiz. Misol uchun men aytishim mumkin. I am Mary deyishimiz mumkin. Hozir she da ishlatamiz shuni. He is Tom. U Tomdir. Shunday dir degan ma'nosida, dir degan qo'shimchani biz aslida o'zbek tilida ishlatmaymiz-ku. Gapirayotgan paytimizda mana shu to be fe'li ham dir deb tarjima qilinadi. Tarjima qandaydir g'alati chiqqani uchun u Tom deb aytyapman. He, she, it. Xo'p, she is yana bitta uni kasbini aytamiz. She is a singer deylik. Xo'p, she is a singer. U qo'shiq kuylaydigan odam. Nima deyiladi? Qo'shiqchi. She is a singer. Ya'ni u qo'shiqchidir. U qo'shiqchi degan ma'noda kelyapti. Xo'p, bizda gapimizda kishilik olmosh bor, fe'li bor. Fe'l bo'lgan gap demak, gap hosil bo'ldi, chunki fe'lsiz gap bo'lmaydi. Itda uni kasb-korini, uni ismini aytishimiz mumkin, lekin uni kasb-kori, uni qayerdanligini ayta olmaymiz, chunki itda biz u deb tarjima qilinsa ham narsa va hayvonlarga ishlatadigan. It is nima deyishimiz mumkin? It is a cat.
It's a cat. Bu mushuk. Mana bu, misol uchun siz tasavvur qiling, oldingizda bitta mushuk turibdi. It is a cat. It is a cat. Bu mushuk. It's a cat. Deb mana buni qisqartirma qilib ishlatishingiz mumkin. Keyinchalik buni talaffuzda ishlatib, talaffuzda uni shug'ullantirib, keyin chiroyliroq aytiladigan qilib qilsa bo'ladi albatta. Xo'p, biz ana bu yerda mana bu yerdagidek an artikellarni ishlatishimiz yo'qoladi. Boshqacha bo'ladi gapimizda. Ko'p emas, birozgina boshqacharoq bo'ladi. Gapni davomi. Lekin biz asosiy to be fe'lni o'rganishni, yozishni qaysi biri to be fe'lni ishlatishni o'rganib bo'ldik. We are football Xo'p, we are football players. Biz futbol o'yinchilarimiz. Mana bu yerda football player o'zi birlikda futbol o'yinchisi s qo'shimchasini qo'ydik. Futbol o'yinchilari bo'ldi. Bundan bitta sababi mana bu yerda we, ya'ni bizlar ko'plik. Uni ichida men, siz va yana biron kishi ham bo'lishi mumkin. Men va sen, men va siz уже bu biz bo'ldik. Birgalikda biz bo'ldik. We deymiz, we deb murojaat qilamiz o'zimizga. Yana undan tashqari faqat men bilan siz emas, boshqalar ham bo'lishi mumkin, lekin uning ichida men borman, siz borsiz va boshqalar bor. Biz ko'pchilikni tashkil qilamiz, shuning uchun we are football players. We are football players. Biz futbol o'yinchilarimiz. Xo'p, sizlar, you are nima deyishimiz mumkin? Dancers deylik. Faqat bularni bizda kasb-korimizga to'g'ri keladi, hech narsa qilmaydi. Xo'p, sizlar o'yinchilar, sizlar mana xuddi shunday s qo'shimchasi qo'llanadi. Men buni bunaqa chiziqcha chizayotganimning sababi sizga tushunarliroq bo'lishi uchun. Lekin aslida bunday qilmaysiz. Yozib bir-biriga tutashtirib yozaverasiz. You are dancers. Siz o'yinchilar. Raqqosa. O'yinchilarimiz, raqqosalar sizlar deb aytyapmiz. Gap tuzyapmiz. They, ular. They are, their. Qisqartirmada their. Mana shu yerda bu narsa. Dolls. Mana bu yerda ular deb nimaga qo'g'irchoqlar aytdim? Nimaga men bu yerda o'yinchoqlar, ya'ni lekin bu o'yinchoq narsa buyum-ku deyishimiz mumkin-a, to'g'rimi? Chunki biz narsa buyum, yana nima deydi? Hayvonlarda it ishlatardik. Lekin mana bu yerda dolls, ya'ni ko'plik bo'lsa-chi, agar ko'plik bo'lsa, qo'rqmasdan they, ya'ni ularni ishlatsa bo'laveradi. They are dolls. Ular qo'g'irchoqlar. Ya'ni bu deganiki, zeyni ham ko'pchilik, zey ko'plik kishilik olmoshni ham odamlarda, ham hayvonlarda, ham narsa buyumlarda ishlatishimiz mumkin. Ana endi biz to be fe'lni bo'lishli shaklida tuzishni o'rgandik, gaplar tuzishni o'rgandik. Xuddi o'sha narsani to be fe'lni endi inkor shaklida tuzishni o'rganamiz. Xuddi boyagidek to be fe'llarni qo'yib oldim kishilik olmoshlarda. Ana endi inkor shaklini hosil qilish uchun bizga not qo'shimchasi kerak bo'ladi. Not. To be fe'llardan keyin notni, ya'ni not qo'shimchasini qo'shsak, notni qo'shimcha deylik, chunki bu hech qanaqa tarjima qilinmaydi-ku. Qo'shsak, уже bizda inkor shakl hosil bo'ldi. Xuddi boyagi bo'lishli gapda tuzgan gaplarimizda endi inkor shakl qilamiz. Buning uchun notni qayerda ishlatamiz? Mana bu yerda kishilik olmoshi, undan keyin
to be fe'li. To be fe'ldan keyin not qo'shimchasi. I am not boyagi gapimiz cook. I'm not a student. Oh, a really bad pronunciation. Okay. I'm not a student. Nima bo'ldi bu yerda? Kishilik olmosh keldi, undan keyin to be fe'li bor va undan keyin agar inkor shaklini hosil qilmoqchi bo'lsak, kishilik olmosh bor, to be fe'li bor va undan keyin not qo'shimchasi. Hammasida xuddi shu qoida ishlaydi. You are not a teacher degan gapimiz bor-ya. Teacher. Hammasi qo'rda bo'ldi. Xo'p. He is not Tom. U Tom emas. Mana, sizda bironta do'stingiz kelib aytayapti, uzoqdagi bir bolani sizda nima deydi? Siz biron bir maktabga, misol uchun biron maktabga ko'chib keldingiz va oldingi sinfdoshlaringiz bor. Hozirgi bitta do'stingiz aytayapti sizga, "Anu bola Tom, he is Tom" deyapti. Siz bo'lsa, "No, he is not Tom." U yana bir boshqa kishi deb aytishim mumkin. Misol uchun, he is not Tom, he is Paul deb aytib o'tishingiz mumkin. Xuddi boyagidek to be fe'ldan keyin not qo'shimchasi bor va bizda inkor shakli hosil bo'ladi. She is not nima degandik? She is not a singer degandik. Singer. She is not a singer. U qo'shiqchi emas. It is not a cat. Bu mushuk emas. It's not a cat. It's a dog. Bu mushuk emas. Bu kuchuk deyishimiz mumkin. We are not football players. Biz futbol o'yinchilari emasmiz. We are not football players. We are tennis players deyishimiz mumkinmi? Mumkin. Biz futbol o'yinchilari emasmiz. We are tennis players. Biz tennis o'yinchilarimiz deyishimiz mumkin. You are dancers. You are not dancers. Siz o'yinchi, raqqosalar emassizlar. You are police officers. You are not dancers. Siz politsiyachilarsizlar. Sizlar raqqosa emassizlar deb aytishimiz mumkin. They are dolls. They are not dolls. Mana. Xuddi shunday to be fe'ldan keyin not qo'shimchasi qo'llandi va gap inkor shakliga o'tdi. Bo'lishli shakldan inkor shakliga o'tdi. They are not dolls, they are toys deyishimiz mumkin, ha? Dollsni ko'proq qiz bolalar qo'g'irchoq o'ynaydi. Toy o'yinchoqlarni bo'lsa bolalar o'ynaydi. They are not dolls, they are toys degan gap hosil bo'ldi. Qoidaga binoan bo'lishli inkor shaklini yasash uchun biz kishilik olmoshlaridan keyin to be fe'li qo'yishimiz kerak, ha? Lekin so'roq hosil qilish uchun mana shu yerdagi to be fe'lni biz oldinga, mana shu kishilik olmoshdan oldinga sakratamiz. Oldinga qo'yamiz. Am I a student? Men o'quvchimanmi? Am I a student? Agar bu bo'lishlik bo'lganda I am mana bu yerda bo'lish kerak, ha? I am a student. Agar u inkor bo'lsa,
to be fe'lidan keyin not qo'yiladi. I am not a student bo'lishi kerak a. Lekin agar biz so'roq hosil qilmoqchi bo'lsak, to be fe'lini mana bu kishilik olmoshdan bitta oldinga o'tkazamiz, bo'ldi. Gap o'sha holida turaveradi. Faqatgina to be kishilik olmoshdan bitta oldinga o'tkaziladi. Am I a student? Men o'quvchimanmi? Are you a teacher? Birinchidan tugataylik. Are you a teacher? Sen o'qituvchimisan? He, Tom. Mana bu yerga is bo'lish kerak, uni oldinga o'tkazamiz. Is he Tom? Ana u Tommi? Ana uni o'zini qo'shib chiroyliroq chiqishi uchun. Ana u Tommi? Boya sizga so'raganda he is not Tom, he is Paul degan edim-a. Ana endi so'rayapti yana. O'rtog'ingizdan so'rayapsiz siz. Is he Tom? Ana u Tommi? She a singer. Mana bu yerda is bo'lishi kerak, lekin uni biz oldinga o'tkazib so'roq shakli hosil qilmoqchimiz. Is she a singer? U qo'shiqchimi? It a cat. Mana bu yerda is bo'lishi kerak. To'g'rimi? It is a cat. Is it a cat? Bu mushukmi? No, it is not a cat. It's a dog. Keyinchalik o'rganamiz. Hali buni keyinchalik o'rganamiz. Xo'p. Ya'ni aytmoqchimanki, qanaqa qilib javob berishni ko'proq mashg'ulotlar o'tkazib, gapirishingizni, gap tuzishingizni, gapga misol uchun mana shunaqa so'roq-javoblarga, savollarga javob berishingizni chiroyli, ya'ni yaxshiroq qilishingiz mumkin albatta. Xo'p, we are football players. So'roq shakli hosil qilishimiz kerak. To be ni we dan, ya'ni kishilik olmoshdan oldinga o'tkazamiz. Are we football players? Biz futbol o'yinchilarimizmi? No, we are not football players. We are tennis players. Desa bo'ladimi? Bo'ladi. Are you dancers? Sizlar raqqosamisizlar? Are you dancers? No, we are not dancers. We are singers. Biz raqqosa emasmiz, biz qo'shiqchimiz. They and those. Okay. So'roq shakl hosil qilmoqchimiz va zeydan oldin to be'sini qo'yamiz. Uni juftini. Are they dolls? Ular qo'g'irchoqlarmi? No. Biz inkor qilamiz. They are not dolls, they are toys. Ular qo'g'irchoq emas, ular o'yinchoqlar. Xuddi mana shunday qilib so'roq, inkor va bo'lishlik gaplarni o'rgandik. Xuddi shu mavzumizda birinchi mana shu videoni ikkinchi qismi ham bo'ladi. Ikkinchi qismida qisqartirib javob berish mavzusida video darslik bor. Umuman qiyin emas. Birinchi savolga javob berish va unga qanaqa qilib yana qisqartirib javob berish to'g'risida gap boradi. U videoni ham ko'ring. Bir-biriga juda ham kerakli, bir-biriga juda ham chambarchas bog'langan mavzu bo'ladi.